Bormisan? Senga $100 pul bo'lsa, menga ham pul. 100 ming so'm ham pul, 100 so'm ham pul hozir paytda. Hop, nimadir dedim. O'tir. Insofing bormi? Grill house-ga kelib olib, bunaqa KFC, tabakalar yeb o'tirishingni qara. Men oxirgi marta qachon go'sht yeganimni eslamayman. Men shu pulni orqasini necha kishi bilan oqibatda uzib yubordim. Sen bilan uzma. Yoshligimdan katta bo'lgan sinfdoshimsan, unaqa qilmayapti pulni orqasidan. Insofing bormi? Bir kunda ham 25 marta telefon qilasanmi? Beraman o'sha $100 pulingni. Ha? 50 ming puling bormi? Taksiga kerak edi. Ber. Hammasini beraver, menga kerak plastikini. Sog' bo'linglar. Lekin zo'r ekan ta'mi. Qo'shni seni qarzing bor deb hamma yo'lni xijolatib turuvdim. Arzimagan $100 ekan, beravermoqchi edim. Cho'ntagini qarasam, aksi golga 650 ming chiqdi. Shuncha to'palan qilgan, o'zini qarzi bor ekan.